Avvallari shunday zalxonada обязательно penal komod turar edi, to'g'rimi? Lekin hozirda trendda bo'lgan shunday pattilar kerak bo'lsa, bemalol Albero mebel jamoasiga murojaat etaverasizlar. Qaranglar, bugungi mijozimizni ham top-toza yana shu xonadonini hammaga nasib etsin, pardalarini moslatib, kombinatsiyada pattilarni taxlab berganmiz. Posvetkalarning turishini qaranglar. Dimbir ajoyib chiqdi. Xohlagan rasvetkangizda, xohlagan razmeringizda bemalol murojaat qiladigan bo'lsangiz, taxlab beramiz. Aynan sizni zalingizga tushadi unda. Spalni desangiz, spalnisini ham taxlab beramiz. Xullas, shunday pod zakaz, dizaynerskiy ishlar bo'lsa, bemalol Albero mebel jamoasiga murojaat qiladigan bo'lsangiz, sizni ko'nglingizda tirsatadigan variantda taxlimiz ko'ringlar. Birinchi plyusi xonadon baland ko'rsatadi, keng ko'rsatadi. Nechun desa, poldan ta patologdan ketadidan bu durishni qaranglar. Yana bir qulayligi endi o'zining shunday tortmalari taxlanadi xullas. Hazzati foydalanasizlar. Agar siz uyingizga shunday pod zakaz mebellar kerak bo'lsa, bemalol Albero mebel jamoasiga murojaat etaverasiz.